Agar biz temir yo'l tarixini to'liq o'rganmoqchi bo'lsak, biz eramizdan avvalgi 600-yilga qaytishimizga to'g'ri keladi. Yunonistonning Kroniv shahridagi Diyo qirg'og'i bugungi kunda biz biladigan temir yo'llarning o'tmishdoshi bo'lgan eng qadimgi yo'llardan biridir. Bu yo'llar yuklardan tortib katta dengiz kemalarigacha bo'lgan har qanday narsalarni olib o'tadigan katta yog'och aravalar g'ildiragini boshqarish uchun yaratilgan. Bu aravalarni harakatga keltirish uchun qullar va hayvonlardan foydalanilgan. Ushbu g'oyaning ko'plab shunga o'xshash versiyalari qadimgi Yunonistonda mavjud bo'lib, boshqalari Malta va Rim imperiyasining boshqa qismlaridan topilgan. Yevropadagi temir yo'llarning eng qadimgi ma'lumotlari Germaniyaning Frayburg vazirining qasri taxminan 1350-yilga to'g'ri keladi. Ammo saqlanib qolgan eng qadimgi temir yo'l Avstriyaning Zalsburg shahridagi Zalsburg qal'asiga boradigan Klif temir yo'lidir. Garchi u yangilangan versiyada bo'lsa-da, u hali ham ishlamoqda. 16-asrning o'rtalariga kelib, yog'och temir yo'llar butun Yevropaga tarqalgan edi. 1768-yilda Angliyaning Clermont shahrida temir yo'llarini rivojlantirishda temir ishlatildi va temir plitalar ishqalanishini kamaytirish uchun yog'och lerslarga o'rnatildi. Bu esa turli o'lchovlardan foydalanishga imkon berdi. Shu paytgacha temir yo'l sanoatidagi barcha ishlanmalar yuk tashish uchun edi, lekin 1806-yil Swansea va Mamles temir yo'llari ochildi. Bu birinchi ot ortilgan yo'lovchi temir yo'li edi. Bu vaqtga kelib bu dvigatellar temir yo'l transporti uchun emas, balki suvni pompalash uchun bo'lsa-da, bir asrdan ko'proq vaqt davomida mavjud edi va 1812-yilda Matthew Murray Salamankani qurdi. Bu birinchi tijorat muvaffaqiyatli bug' lokomotivi bo'lishi kerak edi. Oxir-oqibat yog'och lerslar bosqichma-bosqich bekor qilindi va 1820-yilda temirdan yasalgan relslar bilan almashtirildi. 1825-yilda George Stephenson tomonidan Stephenson raketasi deb nomlangan lokomotiv ixtiro qilindi. Stephensonning lokomotivi to'liq talablarga javob berardi. Keyinchalik u 500 funt sterling mukofotni qo'lga kiritdi va Liverpool-Manchester temir yo'llari uchun bug' dvigatelli dizayn ishlab chiqarish bo'yicha shartnoma qo'lga kiritdi. Bu liniya 1830-yilda ochilgan va u qurilgan birinchi shaharlararo marshrut edi. Oradan atiga 20 yil o'tgach, 1850-yillarda Britaniya butun mamlakat bo'ylab hayratlanarli 7000 milya yo'l yotqizildi. Birinchi metropoliten temir yo'li Londonda 1860-yilda boshlangan va 1863-yilda ochilgan. Bu liniya hanuzgacha ishlamoqda. Aynan shu davrda Amerika Qo'shma Shtatlarida temir yo'l sanoati rivojlana boshladi. 1830-yilda Peter Cooper tomonidan qurilgan birinchi ishlaydigan Amerika lokomotivi Baltimore va Ogayo o'rtasida 13 milya yo'lni bosib o'tish uchun ishlatilgan. Bu vaqtda shunga o'xshash bir nechta o'lchamdagi liniyalar ochildi, ammo 1850-yillarga qadar uzoq masofali temir yo'l sayohati amaliy haqiqatga aylandi. Amerika temir yo'l tizimi o'sha paytdan va 1890-yillar orasida katta rivojlanishga erishdi. Garchi fuqarolar urushi o'sha paytgacha ma'lum rivojlanishlarni sekinlashtirgan bo'lsa ham, Ohio va Nebraskadagi mavjud temir yo'l tarmoqlaridan San-Fransiskoning Tinch okeani qirg'og'igacha bo'lgan 1912 milya masofani o'z ichiga olgan birinchi Trans-Enzo temir yo'li qurilgan. Ko'p o'tmay elektr energiyasi temir yo'llariga kirib bordi. Birinchi to'liq elektrlashtirilgan liniya 1902-yilda Italiyaning shimolida qurib bitkazildi. 1900-yillarning boshlarida dizel energiyasi birinchi marta joriy qilindi va Ikkinchi jahon urushidan keyin odatiy holga aylandi. Chunki parovozlarni saqlash uchun zarur bo'lgan mehnat narxi sezilarli darajada oshdi va natijada bu quvvati sayohatini moliyaviy va amaliy jihatdan amalga oshirdi. Urush yillarida ichki yonuv dvigatellari texnologiyasi sezilarli darajada rivojlandi. Ular parvozlarga qaraganda arzonroq va hatto kuchliroq edi. Bu esa ko'plab temir yo'l kompaniyalarining dizelga o'tishiga sabab bo'ldi. Go'yo temir yo'l sanoati yetarli darajada zarar ko'rmagandek, avtomobil yo'llarining keng ko'lamli qurilishi Ikkinchi jahon urushi tugaganidan ko'p o'tmay boshlandi. Bu esa temir yo'lni yanada mashhur bo'lmagan transportga aylantirdi. Keyinchalik uzoq masofalarga sayohat temir yo'l kompaniyalari uchun asosiy tashvishga aylandi. Ammo bu hammasi ham emas edi, chunki arzon havo qatnovi yo'lga qo'yilgan edi va temir yo'l sanoatida yanada ko'proq mijozlarni olib keta boshladi. 60-yillarning boshida temir yo'lning kelajagi qorong'u ko'rinardi. Ammo 1964-yilda Yaponiyada Tokio va Osaka o'rtasida tezyurar temir yo'l poyezdlari ishga tushirilgach, sanoat 1964-yilda yaxshi tomonga o'zgardi. 1970-yillarda konteynerlashtirishning joriy etilishi temir yo'l sanoatini jonlantirishda katta rol o'ynadi. Shu bilan 21-asrga yetib keldik. U yerda ko'pchilik poyezdlar bortida bepul Wi-Fi mavjud bo'lsa-da, odamlar har 2 daqiqa kechikayotganidan shikoyat qiladilar.
Biz sizlar bilan temir yo'l tarixini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun katta rahmat.